Assalomu alaykum aka kaptash vallah xonadonlar uydalar ballar hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bilan Xudoning mo'jizalar qarang, uzumlar qarang. Uzumlar qarang, uzumlarni mashalloh. Mashalloh. Buni qarang uzumlarni. Holiga insholar shuni yonimizda turibdi buni qarang. Uzumlarni. Dehqon odamga rahmat shunchalik voyaga yetkazib, erinmay suvlar quyib, qushlardan xavotir olib, bemalol chiritmasdan olib, dehqonga rahmat. Qarang, Marg'ilonga kelgandim, uzumzorga kirib bordim, uzumzorda yuribman. Ana uzumlar akalar. Marg'ilonda yuribman, Marg'ilonda uzumzorda yuribman. Ana buni qarang, endi mana palichkalar, mana qarang shoxini, qarang bog'ini qarang buni. Shoxlarni, bog'larni qarang ana. Xudoning mo'jizasini qarang, chiroyligini. Hammasi bir-biridan chiroyli qarang, uzumlar esa pishgan. Bironta chirpirigi yo'q, ana qarang. Buni qarang. Mashaalloh, mashaalloh. Mana palichka uzumlar. Ertalab nahorga oqshilarga qo'ysalaring, qanaqa o'tadi? Dehqon odamga rahmat, shunchalik ekib, voyaga yetkazib, chumchug'u, maynalardan ehtiyot qilib, shunchalik voyaga yetkazib, chiroyli qilib dasavollarga solib bersa, bitta tomog'idan o'tib turib, yesa, mashalloh, mashalloh, dehqonga rahmat. Uzumni qarang, qanaqa chiroyli chiqibdi deb, qanaqa yetkazishibdi deb, mashalloh, xursand bo'lishadi. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Marg'ilonga keldim. Marg'ilonga kelib maza qilib syomka qilyapman. Uzumlar ko'rib borib, maza qilyapman. Mana yeganday bo'ldim mana. Qaranglar. Mashalloh, mashalloh. Bog'ini qarang, bularni bog'ini. Videolar mo'mlabda rahmat deb bittalak bor.